Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi obyektimizda hammamiz bitdi. Shu hammamizga podvaliga bochka bilan nasos o'rnatgandik. Va shuni hammamiz ko'ramiz endi. Mana bismillah. Kirganimizda o'ng qo'lga avtomat kir mashinaga joy tashlab ketganmiz. Suv va siliv. Pollarimiz 30 ga 30 kafel bo'lgan. Devorlarimiz 30 ga 45 razmerda kafellar bo'lgan. Patologlarimiz shunaqa oq rangda bo'lgan. Ikkita plafon va bitta dimoxod qo'yib berdik. Shu xonaning oxirida 2 ga 120 cm razmerda dushovoy zonamiz bo'ldi. Va bu burchakda postavkalarimiz va bu yerda veshelkamiz, stoyka va pardalar bilan. Va bu yerda portchkamiz do'stlar. Bu yerda 50 cm trapimiz joylandi va bu yerda shunaqa stoykalik dushovoy smislarimiz. Va kirganda chap qo'l tomonda shunaqa unitazimiz joylandi. Kontrolli kranlari bilan va 50 talik suv isitgichimiz. Sovuq suv kirishiga обязательный kran qo'yib ketganmiz barashka. Aristonimiz remont bo'lib, tozalanganda shu yerdan bekitilib tozalanadi inshaalloh. Va bu yerda shunaqa oysimon shakldagi rakonamiz va bu yerda shunaqa ko'zgumiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.